Assalomu alaykum balalar. Va alaykum assalom. Bu ustozning chiroyi tonuşliqku. Shundaq biz birga ko'rgandik. Men sizlarga kitoblarga ishonishni so'zlab beraman. Alloh taolo inson jinlarni faqatla Allohga bandichilik qilish uchun yaratgan. Alloh taolo Zariyat surasining 56-oyatida Bismillahirrahmanirrahim. Men jinlarni va insonlarni faqat ma'li ibodat qilish uchun yaratdim degan. Hammanglar islom bilan sharaflanib, musulmon bo'libsizlar. Buningga qanchalik shukr qilsanglar, ozlik qiladi. İslam dinining muhim shartlaridan biri iymonning 6 shartiga ishonish. Buning biri kitoblarga ishonish. Qaysi kitoblarga ishonish deysiz? Muqaddas kitoblar, Rabbimizning bir qism payg'ambarlarga vahiy bilan tushirgan kitoblari. Bu kitoblarda hech bir insonning so'zi, qo'l yozmasi yo'q. Butunlay ilohiy amr farmonlar bor. Ajoyib, ilohiy kitob degan nima? Qadrli do'stlar, ilohiy kitoblarga ishonish nihoyatda muhim. Misol olaylik. Agar biz chang to'zon sumirgich yoki oila elektr uskunalari setib olsak, ularga qo'shib ishlatish qo'llanmasini billa berdi, shundaqmi? Shundaq berdi. Rabbimiz biz bandalarni yaratgandan keyin dunyo hayotida xatolik sodir qilmasin deb payg'ambarlar bilan billa qo'llanma kitoblarga o'xshash ilohiy kitoblarni avatgan. Tushundingmi, Ahmad? Tushundim. Nihoyat yaxshi tushundim, apandim. Allah Taala payg'ambarlarning vositasi orqali amr farmonlarini qandoq ibodat qiladiganligimizni o'rgatgan. Ba'zi payg'ambarlarga vahiy bir kitob bo'lib kelgan bo'lsa, ba'zilariga bir qancha batla vahiy nozil qilingan. Bir qancha batdanli iborat bo'lgan vahiyni sahifa deymiz. Yana ba'zi payg'ambarlarga vahiy faqatla ig'zoki tushirilib, yoziq bilan xotirlanmagan. Vahiy degan nima? Vahiy Alloh taolaning payg'ambarlar bilan so'zlashishi. Ularga ba'zi narsalar bilan ilhom qilishi yoki Cibroil alayhissalomning vositasi bilan amr farmon, qonun nizomlarini uqtirishi deganlik. Undaqda qancha ilohiy kitob bor, balalar. Vahiy Odam alayhissalomga 10 varaq, Shit alayhissalomga 50 varaq, Idris alayhissalomga 30 varaq, Ibrohim alayhissalomga 10 varaq tushirilgan. Kitaplardan Davud alayhissalomga Zabur, Musa alayhissalomga Tavrat, İsa alayhissalomga Injil, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil qilingan. Biz musulmonlar bu kitaplarning hammasiga iymon etamiz. Biz hayvanlarmı bu ilahi kitaplardaki emir fermanlarga boysunamdık? Yo'q, o kitaplarning hammasi insonlar uchun tushirilgan. Nima? Endi bu 4 kitobdagi amr farmonlarni amallashtiramdi? Yo'q, Yahudi xristianlarning qo'lidagi Tavrat, Injil, Musa alayhissalom bilan İsa alayhissalomga nozil qilingan ilgirki kitoblar emas. Undaqda hozirgi Tavrat va Injillar nima amsa? Zabur, Tavrat, İncilning bir qismi vaqtning o'tishi bilan unutilgan, bir qismi yo'qolgan. Yahudi xristianlar bu 3 kitobning ko'p qismini xohlagancha o'zgartgan. Yahudilar o'sim bilan munosabatlik Allohning cheklamasini o'zi xohlagancha o'zgartib, o'simni halol qilgan. Bu sababdan biz Yahudi xristianlarning qo'lidagi hozirgi o'zgartirilgan kitoblarga emas, Musa, İsa alayhissalomga shu zamonda nozil qilingan asli kitoblarga iymon keltiramiz. Bu kitob va dinlarni keyin insonlar o'zgartganligi uchun Alloh taolo bir din, yangi bir kitob nozil qildi. U din islom dini. Avatilgan eng oxirgi kitob Qur'oni Karim. Qur'oni Karimning ko'rsatmasi bilan burunqi kitoblarning hammasi bekor qilinib, hukmlari inovatsiz bo'ldi. Allah Taala Zabur, Tavrat, İncilda nimani amr qilgan bo'lsa, Qur'oni Karimda mu shu bor. Ya'ni burunqi kitoblarga hech ehtiyoj yo'q. Chunki biz burunqi kitoblarning o'zgartirilganligi, yo'qolganligini deb o'tgan edik. Shunga Tavrat, İncildagi hozirgi hukmlarning to'g'ri xatoligiga darhol bir nim degili bo'lmaydi. Bu sababdan biz burunqi kitoblarga emas, faqat Qur'onga amal qilamiz. Qur'oni Karim hech bir so'z yoki harfi o'zgarmagan holda davrimizgacha yetib keldi. Toki qiyomatgacha shu peti qoladi. Chunki Alloh taolo uni qo'g'daydi.
Hicr surasi 9-oyatda Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik. Qur'onni haqiqatan biz qo'g'daymiz deyilgan. Qur'on qanday qilib kitob holatiga keltirilgan? Diqqatimizni chashding, ovozingni chiqarmay angla, andan o'g'inasan. Bo'ladi, gap qilmay. Balalar, Payg'ambar alayhissalom o'ziga nozil qilingan har bir sura oyatlarini vahiy kotiblariga yozdirgan. Uningdan boshqa Qur'onni o'zi to'liq yodlash bilan birga xeyli ko'p sahobalarmi yodlagan. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalik davrida vahiy kotiblari yozgan, sahobalar yodlab olgan oyatlar bir kitob holatiga keltirilgan. Hazrati Osman radhiyallohu anhu davrida bu kitob ko'paytirilib, shu davrdagi cho'ng shahar markazlariga avatilgan. Bolalar, mana bu imonning 3-sharti bo'lgan kitoblarga iymon aytish. Mencha hammanglar tushundinglar-ku deyman. Shundoq dada, bek yaxshi tushundik. Shundoqmi do'stlar? Shundoq tushundik. Undaqda davomlashtiramdi. Davomlashtiraylik.